1 soat ichida 300 kvadratli steyashkani ustidan uju asfaltini bosib bo'ldi obunachilar. Ko'rayotganingizda shunaqangi mayin hamda yosh katta, yosh bolalar uchun hamda sig'anchi qo'yib qolmaydi, hamda steyashkalarda qangi yorilmaydigan asfaltdan dastavkasi ham yo'g'ini ichida qilib beryapmiz obunachilar. Asfalt bostirgandan keyin albatta обязательно qum sachish kerak bo'ladi. Ko'pchilik sement sachib qo'yadi, hattoki ko'chalarga ham sement sachishyapti. Sementdan ko'ra qum yaxshiroq bo'ladi hamda saqich ko'pligini hisobiga bir-biriga yopishib ketishi ham yaxshi bo'ladi. Bugun inshaalloh Asakada Farg'ona asfalt jamoasi 300 kvadratli xonadonga mayin asfaltidan hamda 1 yillik garantiyasini bergan holatda asfaltlarni olib kelib hamda joy tayyorlash mutlaqo bepul bo'ladi hamda dastavka xizmatlari 5 santimetrlik ko'rsatib o'tingda. Albatta steyashkalaring shunaqa bo'lib yorilib ketgan bo'lsa, endi nima qilarkinman degan xayol bo'lmaydi. Endi Farg'ona asfalt jamoasining asfalti Vodiy Toshkent Samarqand bo'ylab dastavka distimi, bolalarni usta haqqa distimi hamma yo'g'ini o'zimiz moslab, rostlab qilib beramiz. O'shaning uchun Farg'ona asfalt jamoasiga obuna bo'lib qo'ysangiz, kunlik qilinayotgan ishlarni qo'yib boramiz hamda narxlarni bilib borasiz. Hozirgi kunda bunaqangi asfaltlarimizning kvadrati 65 mingdan 75 minggacha dastavka hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Obuna bo'lib do'stlar, burchatga, steyashga qildiraymi degan do'stingizga bu videoni otib qo'yish esdan chiqmasin.